Kış mezgilinde patstansalarımızga nagurusga tushib, portlarishlar bo'lardi, boshqalar mana Ismoil Ota fondidan yordam berilgandan keyin mana patstansalarimiz ustlari yopilib, o'nglanib, kuyganlar o'nglanib mana yordamlari berildi. Unda tashqari mana yana mana patstansamiz bor mana. Biri o'daga ketsa, biri pastga ketgan patstansalar, bir emas ikki, bir nechta patstansalarga mana shunday o'zini hissasini qo'shgan Ismoil Ota fondilar. Qizilqishloq ayol hukumatiga qarashli Bo'ston uchastkasida 320 xo'jalik bir podstansiyada o'tiratligi o'ta qiyin ahvol bo'lib, даже nima bolalar maktabdan kelishib kompyuter ishlata olmaydiligi o'ta qiyin ahvoldadik. Biz keyin borib Ismoil Ota fondiga qayrildi. Ismoil Ota fondi tarafidan bizga mana ko'rib turgan yerdagi 400 kilovatlik bir transformator olib berdi el uchun. El uchun ishtayim deb, el uchun, elim uchun, jerim uchun deb yuragi so'kkan odamlar bor ekan, kishilar. Shu kishilar orqali shu podstansiya qurilib qolib, hozir o'ta yaxshi el uchun yaxshi bo'ldi. Mana uni nimesinde Ismoil Ota fondi tarafidan bizga mana deb 680-700 xo'jalikqa nimeler berikinde kanalizatsiya tutuklari o'tkazib berildi. Kanalizatsiya sentralni nimega qo'shib kanalizatsiya o'tkazildi. Hozir har bir xo'jalikning, har bir uyning ichidan kanalizatsiyalar chiqadi. Современный el yashab qoldi. Yaxshi oldu. Shunday odamlar bor ekan. Biz bunday odamlar bilan suyunamiz. Elim uchun, jerim uchun deb yurgan shunday odamlar bor ekan. Ismoil Ota fondi tarafidan Rahim berdi Ismoilovich orqali juda o'ta ko'p el uchun ishlar qilindi. Shularni men aytib o'tishim kerakli. Hozir bundan keyin dag'i onu qancha yillar chechilmay kela turgan Ahmedi ko'chasi bor, Sentralni ko'chasi, o'shning ko'rki bo'lib turgan yo'llardan biri hisoblangan yo'l. O'sha orqali hukumatning byudjeti tomonidan o'sha yo'lni dag'i o'nglab nima geçeyin, internasyonal ko'cha geçeyin o'sha yo'lda asfalt qo'yishga o'zi o'ta cho'ng salim qo'shdi o'sha odam, o'sha Ismoil Ota fondi tarafidan. Keyin bir qancha ishlar qilindi, mana stadion el uchun, yosh nimalar uchun stadionlar qurib berdi, futbol ayanchalari qurib berdi. Bundan keyin dag'i bir 10 chaqti uy o'rtanib ketganda o'sha uyga o'ta tiktalib qishgacha girib olishini o'ta cho'ng salim qo'shdi. Shu Ismoil Ota fondi tarafidan ko'p yordamlar berildi. Boshqa bolalarni sunnat qilib o'tirishini dag'i o'tirg'izishga dag'i to'ylar qilib o'tkazib o'ta ko'p nimalar yordamlar qilib o'tadi. Bu Ismoil Ota fondi tarafidan yordam ko'rsatilib o'tadi.